Mbappe mana bu rasm uchun qasos oladimi? Liverpool Real o'yinini ko'rish uchun 5 ta sabab. Siz like bosib, taktikaga obuna bo'ling, biz esa ularni birga ko'rib chiqamiz. Birinchisi, Trent oq qirollik libosida bolalik uyiga qaytmoqda. Muxlislar uni qanday kutib olar ekan? Ikkinchisi, Xabi Alonso Bayer bilan Germaniya chempioni bo'lgach, sobiq jamoalari u uchun kurashgandi. Natijada Xabi Realni tanladi, Liverpool esa Slotni. Qaysi tanlov to'g'ri bo'lgan deb o'ylaysiz? Uchinchisi, Mbappe mana bu rasm uchun qasos olishi kerak. Uning formasi top darajada. Bu o'yinda ham gol uradimi? To'rtinchisi, Real Liverpoolchilar yarasiga yana tuz sepib, Trent kabi Konateni ham tekinga olib ketmoqchi. Bu qiziqish tufayli Konate ham hozirgi shartnomasini uzaytirmayapti. Bo'lajak xaridorlari oldida yaxshi o'yin ko'rsatadimi shunda? Beshinchisi, so'nggi o'yinlardagi mag'lubiyatlardan so'ng Arne Slot bo'shatilish haqida gaplar paydo bo'lishi boshladi. Unga, jamoaga va muxlislarga Realdek grand raqibga qarshi g'alaba hozir suv va havodek zarur. Sizningcha, Liverpool yutadimi yoki Real?